Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana mening yangi videoyimga xush kelibsiz. Va men bugun shu modlarni obzor qilaman. Birinchidan, bu yerda juda ko'p modlar bor. Super qirollar va gigant moblar. Birinchi gigant mobimiz shu bo'ladi. To'g'ri, uni kuchsiz deyishingiz mumkin, lekin uni ustiga o'tirsangiz uni boqib olishingiz mumkin. Suyak berib. Va bu mening uyim. Yaqinda qurgan uyim. Hali hech narsasi yo'q bo'lsa ham menga mos uy. Chiqish qiyin bo'ldi, to'g'risi. Va men bugun mana bu qirollarni, juda ko'p moblarni obzor qilaman. Bu qirol Endermanning qo'li. Bu blok otadi. Blok ba'zan otadi. Lekin bu qirol juda ham zo'r. Bu esa mutant creeperning narsasi. Ana bu. Va bu juda ham qattiq portlatadi. Bugun sizlar bilan juda ko'p moblarni ko'ramiz va ularni urushtiramiz. Iloji bo'lsa albatta. Bu yerda juda ham gigant moblar bor. Bular bilan hazillashib bo'lmaydi. Mutant gigant creeper, happy gast ekan bu. Spawn mutant user. Va men hozir juda ham katta moblarni qidiryapman. Ularni topsam shartta urushtiraman. Albatta iloji bo'lsa, aytganimdek. Buni aniq o'ldirishim kerak. Nayzasi tushsa meniki. Bu asboblarning kuchi ham bor. Demak, mace bilan uni boshiga kelib uraman deganimda u qochishyapti. Baribir olmadim. Shuning uchun qirolim bilan chaqmoq urib uni o'ldiraman. Bu bolasi ekan, o'zi emas. Bunisi esa juda ham katta pigling. Bu esa bu skelet. Ana buni o'ldiraman. Bitta zarbada o'lmas ekan. Chunki men juda ko'p balandga chiqmadim va ularni o'ldirishga harakat qilaman. Ularni o'ldirishim kerak. Ana endi o'zingdan ko'r. Qaytib tirilmaydi deganimda. Portlat. Yo'q. Bu qaytib tirilar ekan. O'ldirsang ham qaytib tirilaverar. Bu mod gigant modlar modi. Bu yerda juda ko'p modlar bor. Juda ko'p modlarni qishgaman va bulardan biri ana shu gigant moblar bo'ladi. Ikkalasi ham qaytib tirildi, demak portlataveramiz. O'lganicha portlatamiz. Shu yerda turgan paytida mace bilan urish kerak. Yana bir marta. Mace ana endi yordam beradi degan umiddaman. Ustiga tusha olmadim. Ana endi haqiqatan o'ldiraman. O'ldirishga harakat qilaman. Buni tezroq o'ldirishim kerak. Boshqa moblarni ko'rsatish uchun. Bo'lmasa uyimni yo'q qilib tashlaydi. Menda juda yaxshi qirollar bor.
Bu bilan aniq uni o'ldiraman. Öldü va nihoyat. Lekin qurol tushmadi. Cho'chqani o'ldiraman. Meni ham chaqma urdi. Lekin cho'chqa o'lmadi. Qochdi. Bu mening uy hayvonim. Va men boshqa hayvonlarni qidiraman. Men bugun mana shu kiyimlarda. Bu mod bilan keladi. Bu Wither kiyimlari, Wither skelet kiyimlari. Bu ya'ni Wither skeletning kiyimlari. Men mutant Enderman'ni suvga qo'yib olsam nima bo'ladi? Hech narsa. Ana endi mutant Enderman'ni quroli bilan o'ziga zarba beramiz. Ana aytganimdek blok otdi. Buni o'ldirish albatta qiyin bo'ladi. Bular mutant moblar. Bu yerda varona bo'ldi. Va bu yerda juda ko'p moblar bor. Va men boshqa modam qo'shganman. Ya'ni mod. Uni ishlatib bilmayapman. Kim ishlatishni bilsa yozib qoldirsin. Men mutant creeperni aytgancha mutant creeperni hali qo'yib yubormanku. Mutant creeperni topish kerak. Mutant creeper. Ana endi urushadi shekilli. Creeperni ana endi haqiqatan o'ldiraman. Öldürüp bölmedi. Çakma kurduramız. Çakma. Bu yan zararlangan creeper gaylandı. Bunu portlatabilirmiken? Hazır ko'ramiz. Hazır. Ana endi o'zingdan ko'r. Portlaysan. Portlashing kerak, ahmoq. Buni aniq portlatib bo'lmaydi. O'zi portlaydi shekilli. O'lgandan keyin portlaydi. Yana bir marta juda ham tepaga chiqib buraman. Bu yerdan gigant mob kelyapti. Aytganimdek portladi. Suv ostida portlab ketdi. Bekor qilibman. Demak, buni yana bir necha marta bolg'a bilan urib o'ldiraman. To'g'ri, boshiga portlash kerak. Suv ostida. Bo'lmasa barcha yer vayronaga aylanadi. Tepaga chiqib portlataman. Va juda ham tepaga chiqib ursam portlash kerak. To'g'ri, ustidan chiqaman ana endi. Qocharkan. Demak, ana endi bir necha marta urdim. Öyle qolsangchi. Va menda buni quroli bor-ku axir. Bu o'zidan tuxum qoldirib ketarkan. Biz buni yo'qlamiz.
yo'q qila olmadik, to'g'ri. Va bugungi videomiz tugadi. Hammaga xayr. Va bugungi videoda qanaqa kamchiliklar bo'lgan bo'lsa yozib qoldirasiz. Va bu safar shu kamchiliklarni qilmaslikka harakat qilaman. Ko'rganlarga, obuna bo'lgan, like bosganlarga rahmat.